بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الدرس الثالث والعشرون 23 درس أي الدرس الأخير آخر درس. Hem bugün dersimizde alohida yangi grammatikami yo'q va yangi so'zliklarmi yo'q, faqat sizlardan talab qilindig'ini oldingi darsdagi o'tgan ikki mazmun. Birisi g'ayr munsirif, yana birisi 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlarningki ismlar bilan birikkandan keyingi ismlarning birlik, ko'plik yoki zivar yoki zir o'qilish ahvoli. Ondan keyin sonlarningki erlik ismlar bilan qanday shaklda birikadi, ayollik ism bilan qanday shaklda birikadi, shu to'g'risida. Endi biz g'ayr munsirif to'g'riliq 6 turlik ismni g'ayr munsirif qilgan oldingi 22-darsda shu yerga qarab qaytadan ko'rsanglar bo'ladi esingizda bo'lmasa. Endi 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlar masalasiga kelsak, qayta bir qitim takrorlab o'tish to'g'ri keladi. 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlar ko'plik zir ismning oldida keladi. Ya'ni 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlarning keyindan kelgan ismlar ko'plik zir shaklda o'qiladi. Bu bir. Yana birisi erlik ismlar bo'lib qolsa, son ayollik, ya'ni ta'lik keladi. Agar ayollik ism bo'lib qolsa, son erlik, ya'ni ta'siz keladi. Shuni tushunib olsak, bugungi dars shuning bilan oxirlashgan bo'ladi. Unda bo'lsa, biz bugungi dialogni o'qib, bir tahlil qilib boqaylik. Man anta ya akhi? Ana talibun jadid. Masmuk? اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ هات يا أستاذ. هذا لي، وهذا لمحمد، وهذا لحامد، وهذا لإبراهيم، وهذا لعثمان، وهذا ليوسف، وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. من أنت يا أخي؟ قرندشم siz kimu? أنا طالب جديد. من yangi o'quvchi. Bu yerda biz bugun maqsad qilayotgan grammatik yo'q. Masmuk, ismingiz nima? Ismi Ahmad. Ismim Ahmad. Mana o'rinda Ahmad g'ayr munsirif. Shunga Ahmadun deb o'qilmay Ahmadu o'qilyotdi. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana min Pakistan. Men Pokistondan. Pokiston g'ayr munsirif. Endi buning nima uchun g'ayr munsirif bo'lganligi oldingi darsga solishtirsak, bu sirt tildan, ya'ni ajam tildan kirgan so'z. Indi 7 dafatir. Menda 7 daftar bor. Qarab baqsaq, daftar 50 o'qachqa 7 ayollik shaklda keldi. Undan keyin 3 dan tortib 10 bo'lgan sonlardan keyin kelsam, ko'plik zir shaklda keladi. Dafatira deb zvar o'qilib qoldi. Nima ishqa? Chunki dafatir g'ayr munsirif bo'lib, zir o'qiladigan o'rinda zavar o'qilmoqchi. Liman hiya? Ular kimning? Hati ya ustaz. Ustaz akilang. Hada li bu mening va hada li Muhammadin. Muhammadin bu Muhammadning. Va hada li Hamidin bu Hamidning. Va hada li Ibrahima bu Ibrahimning. Ibrahim g'ayr munsirif. Va hada li Uthmana g'ayr munsirif. Va hada bu Osmanning. Va hada li Yusufa bu Yusufning. Va hada li Talhata bu Talhaning. Endi bu shariki Ibrohim chet tildan kirgan so'z o'qachqa zvar qildi. G'ayr munsirif bo'ldi. Osman oxirida ali bilan non bo'lgan xos ism bo'lg'achqa bu g'ayr munsirif bo'ldi. Yusuf bu chet tildan kirgan ism bo'lg'achqa g'ayr munsirif bo'lib zvar qildi. Talha oxirida tavb qolgan ism bo'lib qolg'achqa shunga bu zir o'qilganida zvar qildi. Yuqoridagilarning hammasi g'ayr munsirif. Ahada kitabuka ya Muhammad? Muhammad bu sizning kitobingizmi? La, hada kitabu Hamzata. Yo'q, bu Hamzaning kitobi. Ya, ammo shu o'rinda kitob mudof, Hamza muzofillay, muzofillay zir o'qilish kerak edi, ammo Hamza g'ayr munsirif bo'lg'achqa nima o'qilyotdi? Zir o'qilyotdi. Ayna Ali ya ikhwan? Qarindoshlar, Ali qayerda? Zahaba ila Riyod. Riyozga ketdi. Va ayna Yaqubu? Yaqub qayerda? Yaqubu g'ayr munsirif bo'lg'achqa tanin o'qilmasdan taq o'qilyotdi, ha? ذهب إلى مكة. مكة مكة غير منصرف بوغاشقا إلى كاسمو زر قلمسن زبر قلاتدو. أين إسحاق؟ إسحاق قيرته. إسحاق غير منصرف بوغاشقا قوش قلمسن تق قلاتدو. خرج شخكتي. متى خرج؟ قشن شخكتي؟ خرج قبل 5 دقائق. 5 minut ilgari chiqib ketdi. Ana shu o'rinda
daqiqaning ustida tavog'achqa bu muannas hisoblanib, buni ishlatadigan 5 ni ayollik shaklda xams ishlatdik. Bu bir. Undan keyin xamsdan keyin kelgan ism ko'plik zir holatda keladi, ammo daqoiq g'ayri musrif bo'lg'achqa zir o'qilib daqoiqa deb o'qildi. To'y. Dialog tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqlar, tamrinul avval, birinchi mashq, tuandagi misollarni o'ylanib boqing. Ya'ni Muhammad munsarif ism, Zaynab g'ayri munsarif ism. Munsarif ism oldiga min kelsa zir o'qili yuradi, muzof ilayhi zir o'qili yuradi, qo'sh o'qiladi. Masalan, min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitobi Muhammadin degandek. Zaynab o'xshash g'ayri munsarif ismlar, garchi oldiga zir o'qitadigan omillar kelsa-mu, g'ayri munsarif bo'lsa, zir o'qildigan o'rinda zir o'qiladi, qo'sh o'qilmaydi. Masalan, min Zaynaba ila Zaynaba li Zaynaba kitobu Zaynaba degandek. İkinci mashq o'qib yozing. Hamda tuandagi 20 jumlani o'zinglar o'qib, o'zinglar yozib mashq qilasizlar. Diqqat qiladigan nuqta g'ayri munsariflarningki zir o'qilishi, zir o'qiladigan o'rinda qo'sh o'qilmasligi. Bu bir. Undan keyin 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlardan keyingi ism va sonlarning ism bilan moslashishi, erga ayollik, ayolga erlik kelish shakllari. 3-chi mashq tuandagi so'zlarni o'qib, oxirini muqimlab yezing deydi. Uktub ha ma'a dabt awakhiriha. Oxirini muqimlab yezing. Ya'ni qanday o'qiladi? Masalan, demakchi o'qini ishidagi g'ayri munsarif ismlar o'qib qolsa, qo'sh o'qilmaydi. Oldida zir o'qitgan amil o'qib qolsa, g'ayri munsarif zir o'qiladi. Agar munsarif bo'lib qolsa, bu normal asosda qo'sh-pesh o'qiladi. Zir o'qitgan amil o'qib qolsa, zir o'qilaveradi. Mushunday diqqat qilsak bo'ladi. 4-chi mashq اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. Şunu tatib 10 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqing. Va tuandagi so'zlarning har birini shu sonning sanalg'uchisi qilganligini har birini 3 dan tatib 10 gacha sanab chiqing. Masalan, 3 masjid, 4 masjid, 5 masjid, 6 masjid degandek. Albatta bunda ismning erlik ayolligiga diqqat qilib turib, tilning sonning erlik ayollik qildiganligiga diqqat qilasizlar. Undan keyin ism son 3 dan tatib 10 gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan ism ko'plik sir shaklda keladi. Mush taraflarga diqqat qilsanglar bu ketdi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma anfa'na bi kitabina hada. Ya rabbana amin. La ilaha